Omon qolish uchun har kimga xiyonat qilishga tayyor tubsizlikning dahshatli tushi. Tubsizlikning qorong'u tubida STX klani birinchi marta tubsizlik lordiga qarshi tishlarini qayradi. STX klani a'zolari zulmatni yoyish uchun yaratilgan eng xavfli ovchilardan edi. Ular tomoqlarini kesib, tunda yashirinib olishdan oldin kecha-yu kunduz dushmanlarni to'liq sukunatda ta'qib qilishga qodir edi. Ularning qobiliyatlari ularni tubsizlikning eng xavfli qotillariga aylantirdi. Bu qotillarning hayvoniy tabiati yanada qo'rqinchli edi. Chunki omon qolish haqida gap ketganda, hayvon qanday harakat qilishini oldindan aytib bo'lmaydi. Hatto qudratli Void Lordi ham STX klanining qo'zg'oloniga qarshi turishga urinayotganda qo'rquvni his qildi. Ammo u zulmat nomi bilan bunday qonunbuzarliklarni jazosiz qoldira olmadi. STX klani tubsizlik lordining mutlaq kuchida quladi. Ularni xoinlar deb atashdi va qattiq jazoga tortishdi. Ularga tubsizlik lordining qoni abadiy uning irodasi bilan bog'lanish uchun berildi. Bu jazo nafaqat ularning tirnoqlarini lordga qarshi yangi qo'zg'olonda jismonan ushlab turdi, balki eng shafqatsiz xo'rlik edi. Endi ular tubsizlik lordining itlari edi. Hellcurt bu xoinlar klanining avlodi edi. U buyuk urush o'rtasida tug'ildi va qarindoshlarini itlar kabi bo'ysundirilganini kuzatdi. Hellcurt yaqinlarining jasadlari jang maydoni bilan qoplangan edi. Hellcurt faqat omon qolish haqida o'ylardi. U jang maydonidan qochib ketdi va bor kuchi bilan kurashdi. U shafqatsiz dushmanlarini yengib, g'olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Jangdan keyin Void Lordi uni chaqirdi. Hellcurtning muloyim, yovvoyi ko'rinishiga qarab, Lord uni masxara qildi. Hellcurt klanining eng sodiq iti ekanligini aytdi va uni xoinlarni hukm qilish va jazolash uchun sudga yubordi. Va unga tubsizlik lordi shunday dedi: Bor, bechora jonzot. Men buyurgan narsani qil va kechki ovqat uchun qoldiqlarni o'z ulushingga ol. Hellcurt itoat qildi. Birinchi xoin uning klanidan edi va u uni o'ldirishi kerak edi. O'sha kecha zulmat pardasi uning yo'llarini o'rab oldi. U o'z qarindoshlarining qo'rqib ketgan ko'zlariga qarab, ularning tomoqlarini kesdi va o'z vazifasini bajardi. Hellcurt jonsiz tanalarini yerga tashladi va yerni bir zumda qizil qon qopladi. U hech qanday shubhasiz ularni qatl qildi, ammo o'sha payt u cheksiz azob va uqubatni his qildi. Hellcurt xoin tamg'asi bilan tug'ilgan va endi bu ismni oqlash kerak edi. U o'z turdoshlarini ovlash kerak edi. Hellcurt lordning quroliga aylandi. U tubsizlik lordiga xiyonat qilgan o'z birodarlarining qonini to'kdi. Garchi ular shunchaki omon qolishga harakat qilsa ham, Hellcurt ov paytida nima deb o'ylaganini hech kim bilmaydi. U faqat yashash kerakligini bilardi. Garchi u zulmatda tug'ilgan, zulmatda yurgan va abadiy zulmatda qolgan bo'lsa ham, u hali ham tirik edi. Hellcurt tubsizlik botqoqlarida yolg'iz qoldi. U arqon bilan tugunlarni bog'lab, yillarni o'lchardi. Shunday qilib, u o'zining tirikligini isbotlardi. Hayot uni eng kamtar va buyuk istagi edi, hatto u soyada it kabi yashagan bo'lsa-da. Hellcurt urushni tugashini ko'rish uchun omon qoldi, ammo ma'budlar tomonidan tashlab ketilgan tubsizlik aqldan ozishni boshladi. Buning sababi Void Lordining o'zi edi. Ming yillar davomida u tubsizlikni iflos qoni bilan boshqargan va bu orqali uni hamma aqldan ozganini aytardi. Aslida bu qonning la'nati edi. Boshqa iloj qolmadi va Tamuz boshchiligidagi tubsizlik legionlari zulmat lordiga qarshi jang qilishdi. Sud boshqaruvi ostidagi Hellcurt buzilmas devor kabi mudofaani so'nggi tayanch edi. Ikki tomon o'rtasida turib Hellcurt arqonni mahkam ushladi va ming tugun, ming yil deya gapirdi. Uning qo'llaridagi qo'pol arqonning hisi uni tirikligini esladi. U zulmatda tug'ilgan, xoin bo'lib tug'ilgan, lekin u yashash huquqiga ega edi. Hellcurt jang markazida turardi va u orqasiga o'girilib tubsizlik lordiga qaradi. U lord bilan yuzma-yuz uchrashdi. Hellcurt butun kuchi bilan iflos qon la'natidan xalos qildi va uni tanasidan chiqarib yubordi. Bu haqiqiy kuch edi. Uning suyaklari pichoq kabi terini teshib chiqdi. Bir zumda u suyak pichoqlarini silkitib, eng shafqatsiz tarzda qon la'nati zanjiridan xalos bo'ldi va u tubsizlik lordidan qasos olish uchun u tomon yugurdi. Ular jang qilishdi va tubsizlik lordi yengildi. U lordni o'ldirishdan oldin, siz meni taqdirimni hal qilishingizdan oldin meni xoin bo'lib tug'ilganimni eslashingiz kerak edi, deya uni o'ldirdi. U ming yillar oldin ota-bobolari singari tubsizlik lordiga xiyonat qildi. U xoin bo'lib tug'ilgan va shunday bo'lib qoladi.